Mana bilan gaplash. Brat, bo'lib. İşte yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rostdan gelib olmoqchi edim. Qanaqa ekanini ko'ryapman, yaxshi ishlaydim o'zi. Ana Narmanning bizga ham nasib qilsin, brat. Yaxshi kunni ko'rishaylik. Tushunmadim. To'g'rilamayman. So'kmasdan gapiring. To'g'rilamaydi dedi olmaysiz. To'g'rilan. Mazasini qochib tashlayman, tushunyapsizmi? Oka, menga Narmanning odamga prank qilgin deyishgan ekan. Men sizga prank qilmoqchiman. Men bilan gaplashing, nima gaplashing? Men bilan gaplashing. Do'stlar, Ahmad Doda restoranida xolasanglar jaz, xolasanglar qiyma, xolasanglar bo'g'irsoq, xolasanglar quyon. Xullas, liboy go'shtdan mana bunaqa shashliklarni bitta ko'rib olinglar. Oshqovoqli, ko'k manti, mol go'shti, qo'y go'shti, xullas har xil mantilardan bor. Hammalarni taklif qilamiz. Go! Sizlar tandir go'shti ko'rgansizlar, lekin sizlar bunaqa tandir ko'rmagansizlar. Baluda pishgan tandir. Baluda pishgan taba, nima deyapti? Taba, kevorish kerak. Do'stlar, Ahmad Doda to'yxonasida hamma xizmatlar bor, svetilniy muzika, monitor, bemalol kelib to'ylarni o'tkazsanglar bo'ladi. Tabalar nima shirin deysizlarmi? Chunki bular 100% sariyada pishadi, jigarlar. Ma'mullarni ko'ryapsizlarmi? Bu tabalar sizlarni kutyapti o'rtoqlar. Ahmad Doda restoranida xolasanglar tapchanda, xolasanglar stolda, xolasanglar kabinkada, xolasanglar VIP zalimizda bor, hammalarni taklif qilamiz. Hozir kuz fasli keldi. Ahmad Dodada shunday ko'chada o'tirgan odamlar endilikda bemalol zalda o'tirsa bo'ladi. Bu yerda barcha xizmat bor. Issiqqina mazza qilib, oshna-ovqatlar bilan kelsanglar bo'ladi. Profil va manzil mana shu ko'rsatilgan, kelib olish kerak.